Используя 2000-летний принцип, известный как винт Архимеда, который теперь переродился в виде ветровой турбины, пользователи будут платить несколько тысяч долларов за модель Liamph-1. Эта установка весит 272 килограмма и производит номинальную мощность 550 Вт при скорости ветра 12 метров в секунду. Этого достаточно для частичного обеспечения домохозяйства электроэнергией, особенно в автономных сценариях использования. Teleminorani kim buyurtma bergan ekan deb o'ylaysiz? Kerim Qassam degan odam o'sha Iroq rahbariyati mana shu buyurtmani bergan. Lekin Iroqda urush boshlanib qoldi. 79-yilda Iroq-Eron urushi boshlanib qoldi va ularda loyiha qolib ketdi. Va Sharof Rashidovich bu loyihani o'zimizga oldi. Siz ko'rib turgan video birinchi o'zbek kinosi. Bu videoni o'zbek kinosining otasi Xudoybergan Devonov 1908-yilda suratga olgan. Shundan buyon 1908-yil o'zbek kinosining tug'ilgan yili hisoblanadi. Devonov faoliyatini fotografiya orqali boshlagan. Bu hunarga o'sha paytda Xiva xonligida yashagan nemis xo'jaliklarining vakili fotosuratchi Wilhelm Penner yoki mahalliy xalqni tili bilan aytganda Panor buva sabab qiziqib qolgan. U kishi Devonovni hunarga o'rgatib, o'z fotoapparatini sovg'a qilgan. Xudoybergan Devonov Xiva xonligining Peterburgga yuborilgan delegatsiya safarida bo'lgan paytda kinematografiyaga qiziqib qolib, o'zi bilan Xivaga kinoapparat ham olib kelgan. Keyinchalik shu apparat yordamida xonlikdagi hayotni kichik hujjatli filmlarda aks ettirishni boshlagan. Masalan, mana bu 1910-yilda suratga olingan qisqa film. Unda Xiva xoni Asfandiyorxonning xon saroyidan ot ustida chiqib kelishi aks etgan. O'sha davrning ko'pchilik intellektual g'oyali insonlarining taqdiri kabi Xudoybergan Devonovning hayoti ham qatag'on qurboni sifatida tugagan. U 1938-yilning oktyabrida O'zbekiston Respublikasi madhiyasini yozgan inson jadidchilar oilasidan ekan, tasavvur qilyapsizmi? Hattoki Abdurauf Fitratni pochchalari hisoblanar ekanlar. Bu ma'lumotlarni eshitib, men ham hayron qoldim. Siz ham hayron qoling, videoni oxirigacha ko'rib. Bekorga Buxorodagi minorai kanonni oldida turganim yo'q. Bu video Mutavakkil Mutal Burxonov haqida. U 1916-yilni 5-mayida Buxoro shahrida tavallud topgan. U inson umrini oxirigacha oila qurmasdan o'tgan. Oilada 5 ta farzand, Minhojiddin va Misbohiddin akalari, Fatima va Mohida opalari. Fatima ismli opalari jadidchi Abdurauf Fitratga turmushga chiqqan. Otalari madrasada matematika fanidan dars berganlar. Amakilari Mukammil Burxonov va Masxariddin Burxonovlar jadidchilar bo'lishgan. 4 yoshlarida otalaridan, 10 yoshlarida onalaridan yetim qolganlar. Mutal Burxonov 8 yoshliklarida amakilari Mukammil Burxonov tambur sovg'a qiladi va tamburni o'rganishlik maqsadida buxorolik maqom ustasi Ota G'iyos Abdug'anini oldilariga tambur o'rgangani boradilar. 1934-yilda akalariga xalq dushmani ayblovi qo'yilib, Sibirga surgun qilinadi. 1937-yilda ikkinchi akalari va amakilarini jadidchilik harakatlarida ayblab, 1938-yilda qatag'on paytida otib o'ldiriladi. 1928 va 1932-yillarda Samarqand musiqa va xoreografiya institutida, 1946 va 49-yillarda Moskva konservatoriyasida musiqiy ta'limlarni egallaydilar.
1947 va 1978 yildagi SSSR madhiyasini ham musiqasini aynan Mutal Burxonov bastalaganlar va juda ham ko'plab o'zbek filmlariga ham musiqa bastalaganlar. Xususan Maftuningman filmiga ham aynan Mutal Burxonov musiqa bastalaganlar. 2002-yilda Mutal Burxonov 15-iyunda 86 yoshda vafot etadilar. 2016-yilda O'zbek kino milliy agentligi aynan Mutal Burxonovga bag'ishlab ohanglarda yashayman hamon degan hujjatli filmni suratga oladi. Agar sizga kontentimiz yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Milliy musiqamizni sirini va tarixini men bilan yaqinroqdan tanishib o'rganib olasiz. Turkiya emas, Turkiya, Armeniya emas, Armaniston, Gretsiya emas, Yunoniston, Germaniya emas, Olmoniya, Bolgariya emas, Bulg'oriston, Serbiya emas, Sirbiston, Vengriya emas, Mojariston. Mojariston ham bir turkiy davlat. Keyin do'stlar, Jumhuriyat so'zini forscha deb talashayotgan do'stlarimiz. Jumhuriyat so'zi aslida arabcha bo'ladi va klient so'zi ham uni o'zbekchasi bor. Mushtari. To'g'ri boshqa tildan kelgan bo'lishi mumkin, lekin mijozda talashayotgan do'stlarimiz, xafa bo'lmanglar. Klient so'zini o'zbekchasi aslida mushtari bo'ladi. Buni Qodiriyning asarlaridan ham bilib olishimiz mumkin. Yana bir narsa eslatmoqchiman. Sveji so'zini barra deb tarjima qilayotgan do'stlarimiz, aslida barra emas, toza bo'ladi. Ya'ni sveji salat emas, toza salat. Va yana bir marotaba shu narsani eslataman. Bizning tilimizda forscha so'zlar ko'p bo'lishi bu odatiy ahvol. Chunki biz bu jo'rafiyada forsiylar bilan 2,5 yildan beri yashaymiz. Ya'ni birodar xalqmiz, ularning so'zi bilan aytganda. Shuning uchun bu ijtimoiy tarmoqlardagi propaganda qilayotgan do'stlarimizga hech e'tibor bermanglar. Bunaqangi heyterlar doimiy bo'lgan. Va do'stlar, sizlar uchun bir narsani eslataman. 7,000 dollarga Damas olib kuniga 80,000, 100,000 pul topganingiz yaxshimi yoki bo'lmasam 7,000, 8,000 dollarga avtomatik avtomoyka ochib olib kuniga 400,000, 500,000 pul topganingiz yaxshimi? Men sizlarga bir narsani eslataman. Vodiy Moyka Market siz xohlagandek avtomatik avtomoykalar ochib berish xizmatiga ega. Moykalarimiz 250-300 bosimda ishlaydi. Bilasizki, O'zbekistonda elektr muammosi bor. Shuning uchun ham elektrni O'zbekiston quvvatiga moslab berishadi. Vodiy Moyka Marketga alo desangiz bo'ldi. Tezda kelib o'zlari tuzatib berishadi va servis xizmati ham bor. Pastlarga nomerini qoldirdik. O'zbekiston bo'ylab avtomatik avtomoykalar ochib berish xizmati. Salomat bo'ling.